أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد. Hazır biz ehramlıqni bağlab, miqatdan o'tib, Makkaga kirgan holatda. Makkaga kirishda kechida kirsin, kunduzda kirsin o'xshash. Bunda afzallik yo'q deydi. Hanifiy mazhabning qarshida afzallik yo'q. Makruh bo'lmaydi. Kechida kirsin makruh bo'lmaydi. Ba'zi olimlar Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu Makkaga kelganda Zitva degan joyda qo'nab, tanitgandan keyin deganda Makkaga kirdi degan rivoyatga asoslanib shu kunduzda kirish afzal deb qaragan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajga kelgan chog'da kunduzda kirgan, Hudaybiya umrasini qazo qilish kelgan chog'da kechida kirgan, kechida kirsin, kunduzda kirsin o'xshash. Hazrat Ibn Umardan kelgan rivoyat hojilga jafolik qilmasin, o'g'ri qaraqchi duch kelib qolmasin deb kunduzda kiritdi deymiz. Shunga kunduzda kechida kirsa o'xshash deb qo'yilgani ba'zi ulamolar bo'lg'achqa kunduzda kirsa afzal degan bo'lg'achqa shunga deb qo'yadi. Bizning mazhabimizda o'xshash afzallik yo'q. Faida dakhalaha ibtada'a bil masjid. Makkaga kirgandan keyin oldi bilan masjid bilan boshlaydi. Burun chog'ida tugilan shunday kelsa shu tugini haydablan aramning ichiga kirib ya tugilan bunda to'g'ri boshlaydi, bunda ish bor. Ega hozir masalan bizni aramning oldiga tushirib qo'ysa, aram bilan so'nggi biznesini boshqalarga topshirib berib, tudul masjidni qo'ysak shu afzal. Agar unda bo'lmaganda yotoqqa birishib, so'mka bir narsa keraklarini qo'yib qo'yib, juyinib ya tartilib, undan keyin darhol haramga boradi. Boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaymiz. Masalan bir tanishim bor deb ko'rishib, tamoq yeyib andan baray deydigan, ya do'konni so'zsat qildigan, ya molni do'konchilikga o'tkazib undan keyin baray deydigan dash. Nima uchun desa, al-hajj qasdul bayt. Tarihi shunday deb qasdul bayt. O'sha Ka'bani maqsad qilib kelish. Sen maqsading nima? Ka'ba. Undan keyin darhol birinchi yo'l qildigan shu. Darhol kiramay qoldan nima uchun desa, chunki so'mka yuqtaqli va uni joylashib qo'ygan haramga unga kirgizib bo'lmaydi. Ba'zida yengil so'mkalar qolsa haramning oldida omonat qilib, uni bir qo'yib kirasin bo'ldi. Lekin ko'pincha hozir ham guruh qilib, boshqa amrlar bilan bo'lgandan keyin oldida yotoq tushirib, uni yengillab, juyinib, andan haramga boradi. Bo'lsamda charchab ketgan holda safar jafolik hozir. Hatto oydinda tushgan oydinda shu tam bo'lishmi yarim soat, 1 soat saqlab buradan. Oydindan chiqib bo'lsa 3-4 soat o'tirgangan. Undan keyin Makkaga kirish uchun shunda oshunda jafolik uyqusiz kelgandan keyin yotoqqa kirib 2 soat vasan uxlab armalolab, anda ravs tetik holatda ash ibodatning ta'min etiladigan holatda andan haramga kirsa shu yaxshi. فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد. Hazrat Aisha rivoyat qilgan hadisda أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه توضأ ثم طاف. متفق عليه. Dastlab qilib, tartilib, udul shu masjidga kirib tavof qilgan edi. قال لأن البيت فيه. Masjid al-Haramning ichida Ka'ba, Baytulloh shuni ichida bo'lg'achqa shu masjid kiradi. Wal maqsudu ziyaratuhu. Amrad maqsad shu Baytullohni ziyorat qilish. Hajning ma'nosi shudir. Undan keyin boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaydi. Bu yerda biz kichik tartildi yoki yuyindi dedik-ku. Albatta tavob qilish uchun tahorat bo'lish kerak deb qaraymiz. Yuyinish desak, yuyinish badan pokizlik uchun. Ya ta'birmaslik masalan, ya to'ptarat, ma'no. Undan keyin bo'lsa, hayzda ayol bo'lib qolsa-mu, nifaslar bo'lib qolsa-mu, yuyinadi. Biz kitob-ot taharada mustahab bo'lgan yuyinishlar qatoridan al-igtisal li dukhul Makka degan. Ibn Umar radhiyallohu anhu shu Zitva degan joyda qo'nab Makkaga asqagan yerda ashada qo'nganligi ertigan yuyinib ondan keyin kirdi.
Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıygaşını böyle mangallık için. ويستحب أن يدخله من باب بني شيبة اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. Aşın Mescid-i Haram'ga kirgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan sharikatiga ergashish uchun Bani Shayba darvozasidan kirishi mustahab. Burun Kabe'nin Hajar-ul Aswad kıldırarak müşterikte Bani Shayba cemaatininki darvozasi. Yani şo'lasida kirdigan yo'l deydi. Darvoza bekitmagan bo'lsa, unda bir kirish ig'izi bor. Babi Bani Shayba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik kirishdan ilgari Kabe'ni Qurayshlar bino qilgan vaqtida Hajar-ul Aswadni kim joyiga qo'ydi deb talashlar chiqqan chog'da axiri o'sha Bani Shayba tarafdan birinchi o'lab kirgandim. Muqisoniyanikin shunda qarasa Rasululloh kirib keldi. As-sodiqul amin bo'ldi. Hammaylar rozi deb Rasululloh hamma qabiladan birdan kishini tanlab bir rahmon kishiga selib biz kishini har bir qabiladan adam tutqizib yetkazib olib o'zi joyiga qo'ygan. Hajar-ul Aswad. Shu Bani Shayba shu. Keyinchanda darvozani kengaytirib qo'ygandan keyin Bani Shayba darvozasini udilgan Babus Salam deb darvozani yangidan paydo qilgan. Keyingi vaqt. Bu Babus Salam shu nimaga hozirgi Darut Tawhid bog'i, Funduq Darut Tawhid. Shu udilga keldi. Burunqa shu Xotan Ribatning udili Bab İbrahim bilan Bab Bani Shayba, Babus Salam shu qata. Hozirgi Funduq Tawhidninki udili. Bu joylarning ko'pincha hozir yo'qolib ketdi, yo'qolib ketdi. Masalan, Makka kirishda shu Mualla tarafdan, Kada tarafdan, Saniyatul Kada tarafdan kirdi. Bu bunda üstün taraf. Saniyatul Kada tarafında kirdi, Bani Shayba kirdi. Endi bu yerdan udul kessak, Kuday taraf ketamiz. Masfalar, Uyg'urlarning masfasi var, asrab ketgan. Kirishda, Makka kirishda Mabash tarafdan kelsin Rasulullohda aylanib Kada, Saniyatul Kada, Mualla tarafdan bunda kirdi. İkinci gidişte Tuvan tarafdan, Kuday tarafdan çıktı. Yani Uygurlar turgan joy şu, Masfala Kuday degan joyda şu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bani Shayba tarafdan kirganligini Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Sahih sanad bilan. Bayhaqi shunday degan. Hozir uni masjidga kirdik shuni, ammo kirgan chog'da boshqa masjidlarga kirganga o'xshash o'ng putimiz bilan kiramiz. Shu masjidga kirgandimi, yani talbiya to'lab davomlashib turgan gap. Yani Bani Shayba kelganga qadar talbiya to'laymiz. Shu darvozadan kirgan chog'i o'ng putimiz bilan kiramiz. Wa yustahabbu an yaqula inda dukhuliha, ba'da inda dukhuliha degan. Uning kirgan chog'da degan, na kirgan chog'da Makka kirgan chog'. Dukhuliha Makka kirgan chog'. Masjidda dukhulihi deydi. Hozir nimani sharlatida emasmi? Sal ilgirkilik bor. Makka kirgan chog'da, Makka haramiga kirgan chog'da shunda deyishi mustahab deydi. Allohumma hada haramuka wa ma'manuk. Qulta wa qawluka al-haq wa man dakhalahu kana amina. Ey Allah, bu sening haraming, yani chekilgan rayoning va xotirjam qilgan joying. Sen Qur'onda bunda deding, so'zing haqdir. Kimki uningga kirsa xotirjam bo'ladi, yani xotirjam qilinglar dedim. Allohumma faharrim lahmi va dami alan-nar. Ya Allah, men bu mashaya kirdim mana, shunga mening butun vujudimni, yani go'sht va qondan iborat hamma vujudimni do'zaxga harom qilgaysan. Waqini azabaka yawma tab'athu ibadak. Bütün bandalarini qayta tirildirdigan ash kunda meni do'zax o'tidan saqlagaysan. Va yadkhulul masjida hafiyan. Masjidga kirgan chog'da yalang oyoq kirdi. Ham kamtarlik jihatdan, ham haram masjidni ulug'lanlik jihatdan shu chog'da kirgan chog'da xushu bilan o'zini tuvan tutgan holatda Allah Taala'nın ve haramning ulug'ligini ko'z oldiga keltirgan holatda hurmat va ulug'lash holatida tavozu bilan kirdi. Burunqi solihlarmi, Allohni haqiqiy tanigan ariflarmi shunda holatga kirgan.
Nima uchun desa, shu baytni kurashning o'zi, baytning egisini kurashga ishtiyoq bog'litilgan narsa. Ba'zi ilgirki salaflarimizdan haramga kirib, shunda Ka'bani birinchi qilib ko'rgan chog'da vujudan ketganlar. Ba'zilar shu kurablam Ka'bani shunda tutib o'lib ketganlar. Demak, shunda bir nimani kayfiyatni his qilganlikdan bo'lgan. Yani shu haram kirgan chog'da, tavof qilgan chog'da yoki birinchi tavofmanda, ikkinchi tavofmanda arliqda qildigan duoning hammasi Rasululloh bekitgan duo emas. Faqat Ruknul Yamani bilan Ruknul Hajarul Aswadning arliqida kagini Rasulullohning Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Shu hadis kelgan. Qavnan esa shu salaf solihlardan, sahabe kiramlar, tabiinlardan kelgan duolar. Hanafi mazhabda Imom Muhammad rahmatullohi alayhi bu haj faoliyatlarining bu nimalarda labbaykadan boshqa masalan, shunda biz bekitib olgan duoni qilgandan o'zi ko'ngildan chiqarib boqiga yaxshi. Kitob sanatda deb o'takatdi. Duoda ma'lum bir siyg'ini unda bekitib yodlab olgandek uni takrorlasa, bu irib duo qilgandek bo'lmaydi. Buni ko'ngildan chiqarib, shunda bir yelinib turib bunda duo qilish lozim. Ya davomli o'qib qo'yib takrorlab bunda bo'lsa, u duoning nursi bo'lmaydi deb qaraydi. Lekin o'zi tamlashtirib duo qilolmaydigan avom haqlar. Chunki duo qildim deb qolayotgan narsani tilaydigan masalan, yoki chekimni ochadigan ish bor emasmi? Yoki obdan duo qilolmaydi haq. Yani tilaydigan narsani obdan tilayolmay, yo'qolgan narsani tilab berdi, undan muhtoj. Şuna şu en yaxshi şekilde dua qilish uchun oyat va hadisda kelgan duoni tanlab, salaf solihlardan kelgan duoni tanlab qilsa, bu yaxshi. Qala illa an yastadirra. Faqat lamda yalanayman qasa, to'g'itgan chirktigan, tash og'ritadigan yoki puti optop kuyib ketadigan, issiqdan kuyib ketadigan holba. Hozir bu aramning ichiga tashlanmasa, o'tkazmaydigan muzdek tashlanadi. Maydonga tashlamoq. Puti og'riydigan bo'lib qolsa, u chog'da uni bir narsa kiyvasi bo'ldi. Hozir holatda ba'zi tashqi dasturlarni versa, ziyon qiladigan, putni qattiq og'ritadigan kishilar tilim paypoq kiyvasi bo'ldi. Va yaqulu 'inda dukhulihi, o'ng putini ilib, ashara masjidga kirgan chog'da mushunda deydi: Bismillah va ala millati Rasulillah. Alhamdulillahillazi ballaghani baytahul haram. Allah'ın namıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinide durup diyen milleti Resulullah. Beni özünün haram mescige yetkizgen Allah'a cimi hamdü sanalar bulsun. Allahümme ftahli ebvabe rahmetik. Ya Allah bana rahmetinin dervazını kan içvet geysen. Ve mağfiratik mağfirtanıma. Ve edkhilni fiha. Ve beni rahmet ve mağfirtinge kirgizvet geysen. Ve eğlik anni ebvabe maasik. Benim aldığımda günah masiyetlerinin dervazlarını takvat geysen. Ve cennibnil amele biha. Beni günah masiyet kıldığımı geysen. De dua kıldı. Kale fe izâ âyenel beyte. Deremez ki şunda kirgenin kim? Kabe köründü. Kabe'nin şunda kögendeki lam kebbere ve hellel. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Tekbir ve tehlil keltirdi. Ve yustahabbu an yakula. Manda sığılan zikir qisa tehe yakşe. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme entes selam ve minkes selam. Hayyina Rabbana bis selam. وأدخلنا دار السلام اللهم زد بيتك هذا تشريفا ومهابة وتعظيما اللهم تقبل توبتي وأقلني عثرتي واغفر لي خطيئتي يا حنان يا منان. جابر رضي الله عنه رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Şunda deyip kegen. Adam da muşu şekilde bir zikrini keltiripti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme entes selam. Ey Allah sen tinchlikning o'zisi. Ve minkes selam. Tinch amallik mo senden keladi. Hayyina Rabbana bis selam.
bizni tinchlik va islomiyat bilan yashatqizgan. Va adkhilna darassalam va darassalam bo'lgan tinchlik makon bo'lgan jannatga kirgizgan. Allohumma zid baytaka hada tashrifan. Ey Alloh, mush baytingni texim sharafli qilib atgan va mahabatan teximo haybatli qilib atgan va ta'ziman teximo ulug' qilib atgan. Allohumma taqabbal tawbati. Ey Alloh, men tavba qilib sening baytingga keldim. Tavbamni qabul qilgaysan. Va aqilni akrati. Mening xatoliklarimni, savalliklarimni kechirib o'tkaysan. Va g'firli xati'ati. Gunohlarimni mag'firat qilib o'tkaysan. Ya Hannan va ya Mannan. Ey mehr shafqatchi va ko'p ehson qiluvchi. Ba'zi rivoyatlarda Ka'bani ko'rgan chog'da duo ijobat qilinadi degan. Shunga Ka'bani ko'rgan namoqlar bir duo qilgan. Ba'zi asarlarda baytni ko'rganlar qo'lini ko'tarib Allohumma antas salam va minkas salam hayyina rabbana bis salam. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. الحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. من دعاء غزبت مردم مش من دعاء كاجن كتاب كاجن دعاء يقين كله. بعض بالعبارة özü xalqancha ko'ngildan chiqarib tilvasi bo'ldi. O'zining iborasi bilan. Ya Hannan va ya Mannan dedi. Hannan va Mannan degan mush ism Alloh taolaning ismi, ismi emasmi degan masalada azroq ixtilof bor ularning qarashida. Hannan degan Hanna fulanun ila kada degan bir narsani ko'rgisi kelgan, bir narsa sig'inganligini. Hanin deymiz bu. Al-hanin degan sig'inish degan bu. Va tahannana ala fulan desak, unga mehr shafqat qildi, ich og'ritdi, rahim shafqat qildi degan ma'noda. Hannan degan, al-hannan degan bu sigat mubolag'a. Shunami? Birisiga rahim shafqat qilganlikni ko'rsatgan so'z. Na katta rahim shafqat qilib turgan zot degan ma'noda. Qur'on Karimda va hananan min ladunna dedi. Shunami? Ya Yahya khudil kitaba biquwwa va ataynahu al-hukma sabiyya va hananan min ladunna va zakatan va kana taqiyya. Va hananan min ladunna degan biz huzurimizdan bir rahim shafqat, mehr shafqatni ato qildik degan ma'noda. Agar hananayk deb qolsa, orqa rahim shafqat qilsa degan. Masalan, sa'dayk dedi, labbayk, sa'dayk, sa lavay, lavayni orqadan takrar lavay degan. Sa'dayk degan yaqin. Hananayk desa ma arqadan rahmat qilsam degan ma'noda. Urva radhiyallohu anhu labbayka robbana va hananayk deb talbiya to'latgan. Saysanat bilan kelganida Hazrat Urva ibn Zubayr. Navki al-Hannan bu rahim degan ma'noda. Shunga ba'zi ulamolar mushunda ba'zi bir hadislarda ya Hannan deb Hannan degan mushu ibora kelgan bo'lg'achqa Alloh taolaning Hannan degan sifati bor deb qaraydi. Bu hadislarning sahih emas deb qaragan ulamolar Alloh taolaning unda Hannan deb sifati yo'q dedi. Lekin mushu ba'zi kitoblarda Hannan degan mushunda ism ko'p keladi. Ba'zi kitoblarda yo'q bu. Ama Mannan degan ihson qiluvchi, masalan manantu ala fulan desa, uni bir yaxshilik qildim degan ma'noda. Bu minal man degan yaxshilik qilish. Minna o'sha minnat qilishim, uyg'urcha minnat qilishim. Lekin arabchada al-mannan degan u ma'nodan qildi, bu ma'nodan qildi. Masalan, 3 kishi va Alloh taolo u kishiga qaramaydi deb al-mannan yana o'zining tavarini yolg'on qasam bilan bozorga silvoqchi degandek hadislarga minnat qiluvchi. Bu insonga nisbatan bu so'kashni bildiradi. Al-mannan minnat qiluvchi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
sadaqa bererken minnet qilib uning savobini yo'qotmanglar deganlar. Ba'zi ulamolar bu nayt jiq bag'ishi, katta narsani bag'ishi deb tafsir qilgan. Jiq berdigan va bag'indimi nayt katta iltifotni qilib berdigan zot degan. Endi Alloh taolo nisbatan al-mannan desak, mannidan kelgan desak, shuni katta iltifotlarni qilib kishi degan bo'ladi. Bu to'g'ri. Al-mannan minnatdan kelgan desak, minnat qiluvchi desak, haqiqiy agar minnat qilib qolsa, minnat qilish haqqi bo'lgan zot al-mannan degan. Boshqa insonlar yaxshilik qilsa, minnat qilish haqqi yo'q. Chunki u bergan narsa yendim berdimi? Yo'q, Alloh taolo bergan narsa berdi. Yendim bergan ish yo'q. Lekin Alloh taolo o'zi yaratgan va o'zining huzuridan bir narsa beradigan zot bo'lg'achqa, agar minnat qilaysa, haqqi. Ma tarafdan qilsak, har ishga ma'ni to'g'ri chiqadi. Qala wabtada bil hajar al aswad. Biz Ka'bani ko'rdik, Ka'bani ko'rgan hamon duo qildik, qo'limizni taraflama. Bundan keyin gachchini berib, biz Hajar al Aswadning uduliga kelamiz. Ash bo'jakda Hajar al Aswadda. Dadimni ko'zdek qo'yib yo'g'on. Hajar al Aswadning uduliga kelib, tushadin tavofni boshlaymiz. Wabtada bil Hajar al Aswad. Birinchi bo'lib Hajar al Aswadning uduliga kelib, fastaqbalahu shunga qarab turib va kabbar. Allohu akbar deymiz. Fastaqbalahu va kabbar. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirgan vaqtida shunda qilgan. Bizning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergishib shunda qilamiz. Hajar al Aswad degan rangi qoramtul, qizg'och qoramtulroq, tashning cho'ngligi 20 santida 16 santidek. Shunday. Tash deydi. Ba'zilarning deyishda bu necha parcha buni o'zaro unda bir-biriga kumush bilan tutashtirib qo'yganlik deydi ekan. Ya'ni bu tuxumsimon 20 santda uzunlikdagi bir tosh. Jannatdan tushgan deb sayyidiskagan. Zimindan bu Hajar al Aswadning joylashgan yeri zimindan 1,5 metr egizlikda. Adamning bo'yotilgan. Og'zi o'tilgan 1,5 metr. Hajar al Aswadning aşı bundan nima adam besini tiqilgan. Shundan bo'lsa xuddi unda be yaypan qandaymiz oyoqdan do'q. Yog'och qachayotdi-ku, unda oyoqdek holatda. Buning ustiga keyincha ustiga masalan mumdek moddelni shukab shunda bir xil shiproq bilan bir aralashib qilib shunda joylashtirib o'taylik. Bir odamning o'zida qildigan albatta. Ha, shu kumush qopning ichida. Bu tosh shunda mushuncha qildimi? Bunda ash kiyimda shu joylashgan chog'da shunda mum masalan shamdek narsada shunda qatirib shuni ichiga kelib shunda shaklda joylashtirib qo'yadi. Ya'ni atrofida shu da oq narsa bor, bu saf kumushning qo'yiladi. Buni 4-asrda Hijratning 4-asrda Batini yildan Qaramata davlatini qurgan shu badbaxtlar joyini qo'mirab ketgan. Ketib 22 yildan keyin ondan joy qaytgan. Ya'ni bir chaqilda birisi ashuna kelib jo'tundan do'g'ridan cho'qib dipasini qilib uni tutib o'lim jazosi berilib, uni keyin shu Malik Abdulaziz podshoh joyiga o'rnatgan. Hajar al Aswad shu Ka'baning bir burjigida, darvozaga qiyada, shu burjakka joylashtirilgan. Dastlabki tavofni shu yerdan boshlaymiz. Hadisda asli bu Hajar al Aswad jannatdan tushgan tosh, asli oppoqda insonlarning gunohlari bilan qarab ketgandir. Shuniki qarab ketganlik. Jannatdan tushdi degan sayyidish. Bundan keyingisi qanday?
Qala ve yarfa yadayhi kas-salati. Namazda qo'lni ko'targandek, ya'ni biz Hanafi mazhabda quloqni qanchalik ko'taramiz-ku, uni boshqa ko'tarish yo'q. Raf'ladanda bas qildik-ku. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن. Resulullah'ın müşahidesi acz hadis bu. 7 orunda dedi. Bunun ise 4 orun şu ezgi münasebetlik ifadede. Şunun birisi Hacer-ül Aswad'ga qo'li bilan ishorat qilgan chog'da yoki shu tavodni boshlagan chog'da. Va adda minha islam al-hajar. Ash 7 o'rinning birisi Hacer-ül Aswadni tutgan chog'da yoki silgan chog'da. Islam degan nima iborat? Islam degan silam degan, ya'ni tash, silam degan tash. Ba'zi ulamolar shuna degan silam, salom emas, silam degan tash. Yani islam degan xuddi qo'lini tashlaydi degandek, suvaydi degan, qo'lini surkaydi degan ma'noda. Ya'ni shu tashimda surksa, qo'lini silsa, islam bo'ldi dedi. Ya'ni massis silam deymiz. Ash tashimda silash iborat. Ba'zi olimlar salomdan kelgan bu iftial vaznida salomdan salom berish. Xuddi bir salomga kelgandek, qo'lini kurashgandek masalan. Shunda iftial deb bunda siga chiqqan deb qaraydi. Bu ham qo'lni tutish. Qo'lni tutquli bo'lsa, qo'lni tutishingga. Va yuqabbiluhu in istata'a min ghayri an yu'diya musliman aw yastalimuhu. Agar azatchilik bo'lib, biror musulmonga azamay, uni qistab, mijvetmay, bunda bir azadat berib, so'ygil bo'lsa, so'ydi. Ya'ni bu siqil deymiz-ku, so'ydi. So'ygil bo'lmasa, aw yastalimuhu, qo'lidan tutiblam ma'noda. Va huwa an yalmisahu bi kaffin. Yastalimu degani izoh edishma, va huwa an yalmisahu bi kaffin. Ya'ni ash tashni alqini bilan tutish, silash. Aw yulmisahu shay'an bi yadi. Yoki qo'ldagi bir narsa bo'lib qolsa, shuni tekkizish deydi. Qo'lda masalan bir tayoq, hasa, bundan narsa bo'lib qolsa, bu tugiga mingan holatda bo'lib qolsa, tugida yonishib bunda so'ygilinmaydi va qo'lda tutqilinmaydi. Shuna asini bundan qilib Hacer-ül Aswadga tekkizib mana. Ve aşın içindeki taş tekkizib. Sünnet ev yulmisahu şey'en biyedi. Yani qo'ldagi tayoq yosidek bir narsaga tekkizib, thumma yuqabbiluhu andin shu asini so'ydi. Ev yuhadiyahu yoki u tayoqni so'ymasmi? Tayoqni tekkizgandan keyin Hacer-ül Aswadga og'ziga daqib qo'ydi. Bunda masalan qo'limizni Allohu akbar deb yana keyin daqib qo'ygandek. Yani bu anda şu so'yishning o'rni turgan narsa. İbn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildi, "Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yastalimuhu va yuqabbiluhu." Muttafaqun alayhi. Yani şu so'yishning sunnatlikka misol chiqdi. Hazrat Umar mo degan, "Ey tash, sen fayzini yetkazmaysan, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni so'yganligini ko'rmagan bo'lsam so'ymaydi. Kishilarning aslida mush tash fayzini yetkazdi deb o'ylab qolmasin deb aslida degan." Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tafa bil beyt ve huve ala ba'irin kullama ata ala rukne eşara ileyhi bi şeyin fi yedihi ve kebber. Her kıtın Hacer-ül Aswad'ın udulu kelganchada qo'ldagi bir tayoq bilan da Allohu akbar deb ishorat qilib ketdi. Yani Abdurrazzaq Musannaf'da rivoyat qilgan bir hadisda İbn Umar radıyallahu anhu'dan rivoyat qilgan bir hadisda innehu kana idza istalama rukna qala bismillah Allahu akbar. Bunu Hafiz ibn Hacer Talqisul Habir'de seydib bağlagan. Hazır bu qo'limizni ishorat qilamiz. Shunda siz shu udul kelganchada haq bunda tug'ilmaydi yerda. Uzun tura olmay. Shunda siziq va yerda. Siriq siziq qo'yildi va qora siziq. Shunda siziq kelganchada udullashdi degan chog'da bismillah Allohu akbar deb qo'ymoqlar. Ya uzun tura olmaydan shu bismillah Allohu akbar deb qo'ymoqlar. Bo'lmasa edim kelishib qoldi. Yana İbn Abbas radıyallahu anhu rivoyatida annahu kana idza istalama qala Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wasallam. İmam Bayhaqi Sunan Kubra'da rivoyat qilgan. Aw yushiru ilayhi illam yaqdir ala al-istilam. Qo'lidan silash imkon bo'lsa ishorat qiladi. Li'anna at-taharruza an adal muslimi wajibun. Chunki
musulmonga azab berishdan saqlanishning hukmi vojibdir. Va taqbil va istilam sunnatun. So'yash va silashning hukmi sunnatdir. Va ityan bil vajibi awla. Undan biz qani qilamiz? Vojibni qilish lozim. Bu fiqh al-awlawiyat deymiz. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam qabbala al-hajara. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Hajar al-Aswadni so'ygan. Va Taqib ibn Umarning hadisi shuni isbotladi. Muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajar al-Aswadni islom qilib so'yganligini ko'rdim dedi. Wa qala li Umar radhiyallohu anhu innaka rajulun ayyidun ay qawi. Sen kuchlik bir odam. Fala tuzahimin nas ala al-hajar. Sonra Hajar al-Aswadni so'ymanda kishilarni qistab yurmagan. Walakin in wajadta furjatan fastalimhu. Lekin unda azatchilik bo'shliqni ko'rib qolsang, o'chaqda tutsang bo'ldi, so'ysang bo'ldi. Va illa fastaqbilhu. Unda fursat bo'lmasa, Hajar al-Aswadga yuzlanib turib, va hallil va kabbir. La ilaha illalloh, Allohu akbar degan dedi. وروي أنه صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه. محجن degan egri hasa, egri tayoq degan bo'ldi. Rasululloh tavob qilgan chog'da to'g'isining ustida tavob qilib, Hajar al-Aswadga qo'ldagi egrik bir hasa tayoqdek bir narsa shunda tekkizgan. Yani istalmal arkan debdi, istalmal rukn degan rivoyat sahih. Buxoriyda rukn desa Hajar al-Aswadni ko'rsatdi. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن حجر الأسود كان شغبا أشار إليه بشيء في يده وكبر محجن رواية مبا. قال ويستحب أن يقول عند استلام الحجر حجر الأسود سيلغان شغدا يا كان بسلاش ممكن بمسا إشارة يا وقت مزدا موندا ديشي مستحب يعني توابنا برنجي قطن شو تواب تشغى وقتك ذكر ما الله أكبر الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. ابن عباس رضي الله عنه حجر الأسود قان شغدا شنو دعاء كان اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. من بيهقي سنن الكبرى رواية. Evet, bu sahabe-i kiramdan kelgan dualığa özüm ançı bazı bir ibarelerini qatib, şunda imamlarımız, ulemalarımız ve tabi'inlardan ibaret seleflerimiz de şunda duanı kitaplarda yazıp kaldıgan. Yani ey Allah, Allahümme imanen bike. Ey Allah, ben sana iman etken halatta, kitabınga işengen halatta ve sana bergen ahdimde tuğan halatta, peygamberimge ergeçken halatta keldim bana. Şu ecbaletin şunda icra kılvatıman. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Âmentu billah, Allah'a iman keltudum ve kefertu bil cibti ve tağut. Men Allah'ın gayri ibadet kılındığın her kanda but ve batıl mabutlarının hemmizke tanıdım. Allah'la iman keltudum. Qala thumma yatufu tawafal qudum. Ondan tavaful qudumni qiladi. Biz tavaful qudumning bir necha ismi bor degandik. Tavaful qudum, tavaful vurud, tavaful varid, tavaful liqa va tavaful tahiyya. Shunami? Meyada tavaful qudum, tavaful tahiyya deb ikki ismini kelib qo'ydi. Yo'q, bu boshqa. Ma'lumda aydasta qilib Makka kirgan chaqdilam qiladigan tavof. Qala va huwa sunnatul afaqi. Muş tavaful qudum ay miqatning sirtidan kelganlar uchun sunnatdir. Mushun hukmi sunnat. Jumhurning qarashida sunnat. Imom Malik vojib deb qaraydi. Qala sallallohu alayhi vasallam man atal bayta falyuhayyihi bit tawaf. Miqatning sirtidan kelgan kishilar tavof bilan unga salom beja keltirsin. Xuddi bu nimaga o'xshaydi? Masjidga kirsak tahiyyatul masjid o'qigandek. Şu man atal bayt yani sirtdan kelganlar, yani miqatning sirtdan kelganlar demakchi. Makkaliklarga haram doirasidagilar va miqat doirasidagilarga u sunnat emas. Imom Malik vojib deb qaraydi.
İmam Malik'in muş hadisine asas kılıp vacip okuyor. Fel yuhayyihi diye bir şey buyrup ağır. El-amru lil-vücub dedi. Cumhur ve yani bir mezheptekiler ya bu sünnetini gösterdi ya da fel yuhayyihi dedi. Fel yuhayyihi tahiyyat kılsın dedi. Tahiyyat adette sünnet oldu, vacip olmaydı. Tahiyyat-ül mescid okşaş. Ve lafzatut tahiyyat tunafil vücub. Tahiyyat diyen sözün özü vaciplikka zid kıldıran söz. Ve la kuduma li ahli Mekke'te فَلَا يُسَنُّ فِي حَقِّهِمْ. Mekke ahalisiga nisbatan sirtdan kelish yo'q o'diga. Yani şu Mekke'den şey turdi bular. Sirtdan kıldığı ahal bulmagan ekan, ular uchun tavaful qudum yo'q. Xuddi masjidning ishida o'tag'iga nisbatan tahiyatul masjid bo'lmaganda. Sirtdan kirsa masjidga, uni tahiyatul masjid bo'ldi. Masjid ishida o'tag'idan faqat tahiyatul masjid o'qish kerak emas. Undan ekan Mekkelikka ve Mekke'nin aşı haram dairesiga ve miqat kadar arlıqtiga tavaful qudum sünnet emas. Lekin o'zi xalqman tavaf qilay deb qalsa ixtiyor. Nolki tavaful qudum hozir qanday kishi qiladi? Sirtdan kelgan kishilar qiron qildiganlar va yolg'iz haj qildiganlar mufrid. Sirtdan kelgan yolg'iz haj qildigan va hajlar umrini juplab qildiganlarga sünnet. Yalnız esqilganlarga nisbatan sünnet. Sünnet degandan agar bu tavafni qilsa qon kelmaydi. Vacib bo'lsa qon kirdi. Yana masalan juplab qilgan kishilarga nisbatan bir ihramlikda umri bilan hajni juplab qiladiganlar. Ihramni chiqmaydi. Bunga nisbatan tavaful qudum sünnet. Lekin bunning shu dastlab kirgan chog'da qilgan umri so'g'i shu umrning shu tavafqa, shu tavaf nimaga hisoblanib ketdi? Tavaful qudum hisoblanib ketdi. Bundan şu dastlab qilgan tavaful qudum hisoblanadi. Uning sa'i minaslari umri bo'lib, u haj bilan ikkisi giralish ketgan bo'ldi. Hajdan keyin bir tavaful ifodasi bor. Xuddi masalan biz masjidga shunda kirsak, farz namoz o'qiyotgan bo'lsanda biz tahiyatul masjid shu farz namoz o'qisak, shuni bir tahiyya hisobida bo'lgandek, shu umrning tavafi tahiyatul masjid hisobida. Yani juplab qilgan kishi tavaful qudum hesap qildi. Sa'i va hakazalar umriga hesap qilib, bu umra haj bilan birikib ketdi. Shun qiron denish. Yani bir chalmada ikki paxtakni suqash degan. Yani umri kelgan kishi qarshi umrlam qilay deb haram kirgan kishi bu tavaful qudum desa, kirplam tavafdan boshlaydi. Bu tavaful qudum umrining tavafi shu. Shunga hisob. Hem tamattu kelgan kishi yani bir ihrom bilan kelib umr qilib keyin kiyimini kiyib ihrom sildi. Ondan keyin bir muddatdan keyin hajga chiqilgan. Uyg'urlar ko'pincha tamattu qiladi. Bu umri qilgan tavaful qudum shu hisob bo'ldi. Yo'q, miqatning sirtidagilar afaqiy. Demak, miqatning sirtidan kelganlar uchun sunnat. Uning ichidagilga halol doirasiga va haram doirasiga sunnat emas. ويقول عند افتتاح الطواف طواف باشغل وقتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أعذني من أهوال يوم القيامة. مشند دعاء قل دوري طواف باشغل شاد. Yani Hacer-ül Esved'e kolunu işaret kılan çağı bir dua okudukka bunun kanından da makam-ı rahmaninde mağazım. Şu çağılda müzünde duanı okuydu demek için. Peki her katın Hacer-ül Esved'e kolunu işaret kılan çağda bayatımda Bismillah Allahu Ekber dedikka bunun için İbn Abbas'ın kelgen duanı okuduk. Allahümme imanen bike ve tasdiqan bi kitabike ve sünneti nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem diyen şu duanı okuduk. Bu birinci katın şunda. Çünkü her katın Hacer-ül Esved'in udulu kelgen için o duanı okuyacağına şu Bismillah Allahu Ekber deyin. Yani Allahu Ekber de koyamazsak bu dua. Yani bu duanın biz bayatının yanında şu Rukn-ül Yemani bilen Rukn-ül Hacer-ül Esved kısım arlıqıda Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar deyin. Şu duadan başkası Resulullah'dan kelmegen. Bunu şu sahabe tabi'in ve selefler kılgan dualar. Qala feyebda'u minel haceri ila ciheti babil Ka'be. Hacer-ül Esved'e işaret kılıp boğandan keyin Kabe'nin darvozasi tarafga qarab tavafni boshlaydi. Hajar-ul Aswaddan Kabe'nin darvozasi tarafga qarab mangdi. Yani Kabe'nin sol tarafida qilib aylanishni boshlaydi. Va qad taba'a ridaahu. Ustiga yepib olgan shu bir parcha rahni rido dediqo. Shu ridoni o'ng mo'risini
eşik koyduğun şekilde üstüge at oldu. Yani sol boyanın ekeldirip, koltuğunun tigidini da çıkarıp, möre çıkıp durduğun alıpta at oldu. İttiba degen idda-dab' mörisi. Yani biriki müşceylanı, yani mörülen müşceylanı daba desek, müşceylanı eşik koydu dedi. İttiba degen nima ibarat? İhrac tarafı ridai min tahtal ibatil ayman. Koltuğunun tigidan ridanın ucunu ayağını çıkarıp bunda ekilip çıkarıp ve ilqa'uhu ala atiqihil aysar. Yani ucunun yardımında çıkarıp sol boynumuzga bunda atıp koyaşı. Yani bu ittiba 7 tavafның hemmisinde aşında umurunu esip koymuş. Qaysı tavaflarda umurunu esip koymuş başına. Arkasından sa'i kıldığan tavaflan bolsa, ihramlı qalatı bolsa, umurunu esip koymuş. Aqıdan sa'i qilish bolmasa, esip koymuş. Tavaful qudum bolsa, qanday tavaf bolsun, aqıdan sa'i qılandı qılmamdı. Sa'i qıldığan bolsa, esip koymuş. Sa'i qılmaydigan bolsa, qaçmaymiz. Umurunu esip koysan bolsa, çokum onunda ramal degan ildam billi buldu. İttiba olmasa ramal olmaydı. İkisi aşında vücut nersi. Feyatufu seb'at aşvatun vara'al hatim. Muşunda halatta yani umurunu çıkarıp koygan halatta 7 kıtım aylanıdı Kabe'nin atrafında. Vara'al hatim. Hatim aşu paka tamsap koygan da yerim dardı paka tamsap yavağı. Şunu hatim deyimiz. Peki hicr deyimiz. Yani bunun işi hatim. Ve Hacer-ül Esved. Hacer-ül Esved'den ve derazı qarlıqı bunda bir palampay busuqda binası var. Eski türlü var. Ama dervaza, bu dervazanın altın dervazı o Uygur yazılan. Kaşgarlık Uygur'dan biz yazılan. Altın dervazı. Ve Makam İbrahim var. Da aynı meyadın. Varal hatim diyen hatimden aşağı pakatanın sırtından ayrılsız dengi. İşiden şundan kapıdan meyada duasını bulmaydı. Yani bu Kabe'ne aylanmay, işiden yolunu kesiplan kıskartırken bir ahval. Çünkü aşağı pakatam dairesi esli Kabe'nin urna şu. Hemen sıvımızın bir kısmı Kabe'nin urna. Burun Kureyş Sel-Af'da örülüp düşken Kabe'nin kaydı eserimizde halal kıldın kısa toplanan çağda yetişemey yerimini aslında pakatamlığında koygan. Aslında şu mu Kabe'nin isi çirik gitti. Hesap bulunmayın da koygan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan, eğer kişiler yeniden İslam'a kirib, İslamiyet'e yeni bulmagan bolsa kişiler, ben Kabe'ni çekip, gerekki İbrahim Aleyhisselam'ın sağın ulu boyunca kopurttum, aldı ve akı içki şükürlen kıldım, Kabe'nin darvasını yerden tan kıldım degan. Araplar bütün basatullah dinleyen olmasında Resulullah'ın anlatıyor. Kabe'nin darvasını Mekke müşrikleri igiz kılıvagan. Nima üçün? Sirtdan kelgan kishilar kelib bilan kiralaydigan bo'lmasin, bizni ruxsat qilib kirdigan bo'lsin. Biz ruxsat qilib, ashotni akilib qo'yib berib, darvozadan ichib bersak, undan kirdigan bo'lsin. Endi qilvagan. Biz muvattada o'qidik-ku, Kabe'ni Abdullah ibn Zubayr 5-xalifa bo'lgan chog'da chiqib, ashunda Rasululloh arzu qilgan shaklda İbrahim Aleyhisselam'ın ulu boyunca aşında kupagan. Kupagandan keyin Umaviylar onun işte bir gavur çekletip Resulullah'ın zamanında gidip kupagan. Keyin ondan Hazreti Ömer bin Abdülaziz zamanında gelgen çağda İslam'da sünnet nehliye kılgan ki Resulullah'ın aşı arzu kılgan şekildeki Abdullah bin Zübeyir'in sağgan şekilde esli keltümem lazım. Kabe'nin uyan çıkılmayma. Biz çıkılıp çakıdığın bir şey saydıgan bunda koyman bulduğunda tutsun diye. Yermulu fi selâfil uvel. Desletki 3 aylanışta Hacer-ül Esved'den Rukn-ül Yamani'ye kadar aralıkta ildam mağdu. En aslı jugandek ildam mağdu. Ramal degan var, şu kısa kademler tez hareket qilsa ramal. Mana shu musobaqasini ko'ryapman. Mana shu musobaqasini. Ashunda. Thumma yamshi ala hinatihi. Undan keyin aldırmay salmak bilan mağdu. Hina degan unda esillik bilan o'zini to'xtatib va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hawna. Salmak bilan mağdu.
Summa yamshi ala hinati degan rukn yamaniga kelgan chaqda unda o'ldirmayman uni da. Mesela meyadım başladı o. Meyadım başladı. Yamanilarning başında başlamayman da yardım başlaydi. Başlandan keyin bunda oyunun nuqtasida mishaga kelgan qadar tezlikda ma'lum keldi. Ya kelgan chaqda rukn yamaniga bir Allohu akbar deb ishorat qildi. Ana o'ldirmay Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Yani ya da ketkunda ayıplam yani şu işletim aşında ildan ma'noga. Ruknul Yamani bilan Hajarul Aswad oqaqidan kelgan bo'jak. Ruknul Yamani bu Yaman taraf bo'lg'achqa, Hajarul Aswad mo Yaman taraf taraf bunda kirdi. Undan keyingi darvozadan keyingisi Ruknul Iroq taraf, Ruknul Sham degan Misr Sham taraf qaraydi. Kişilerden kim buldu? Makamı Rahim'e Kabe'den kişiden emas. Ondan keyin ittiba, yani umuruna çıkırıp koyaş, 7 aylanışdan hemisi oldu. Ramal dastlabki 3 aylanışda bo'ldi. Undan keyin qilmaydi. Wa yastalimul hajara kullama marra bihi. Har qatam Hajarul Aswad kelgan chaqda ishorat qilyapti ya tashni silab ma'noda. Ve yahtimu at-tawaf bil-istilam. Yani tawafda oxirlashtirgan chaqdami Hajarul Aswad kelib başlagan nuqtaga kelib Bismillahirrahmanirrahim akbar deyib oyoqlashtirdi. Hakada nuqla nusukuhu sallallohu alayhi vasallam. Yani shu başlagan nuqtaga kelib tawafni tamomlaganligi naql qilingan. Yani tawaf tugagandan keyin-chi andama mo'rimizni andan yo'g'olmas. Xudoning qaram tuzgan joy ham bo'lgan chaqda mo'rimizni istaydi g'ashi. Yaki unda taşakka qo'saqni isib qo'yib yurdi. Ya Ramalning hukmi sunnat, ittiba'mi sunnat. Wal hatim deganna mawdi'un mabniyun duna al-bayti min ar-rukn al-iraqi ila ar-rukn al-shami. Rukn al-iraqi bilan rukn al-shami orliqida bina qilingan ashfakatam. Sumya bidalika nima uchun hatim deb atalgan? Li'annahu hutima min al-bayt. Chunki bu Ka'badan çekilip çıkıp ketken yerdek boğaçqa hutima yani kusira şu hatim deb atalgan. Yani çekilip yer degan hisobda. Ve fihi nusbal mizab. Şu joyga Ka'baning o'gisidan bir no bekitilgan deydi. No deymiz qo'shmi? Ben bunu suyishilgan narsa. No bekitilgan. Mizabur rahma deb ataydi. Ve huwal hijru. An ashu hatimni hijr deb ataymiz. Hijr. لأنه حجر من البيت. نمشون زح حجر يا من ده تصق. بتمد تصق قوام يا بوغشقا حجر دب أطيمز يعني منع. وبينه وبين البيت فرجة من الجانبين. كابلان أشو فكاتمن أرلقدا إشتركتم ده كرش إغزوالي. لكن أشو فكاتمن إشنن همسي كابا أماس. ما كتابتا شنامس كابدك من ده تغير بيرقوب. Emmisi Kabe'de emas dursun ama bunun fakat 6 gez arlıkla Kabe'den. Onun aşkına Kabe'den emas. Hazreti Ayşe şunda rivayet kılgan. Mesela bu şu Kabe'ninki Meşka'dan 6 gez. 6 gez 2 kilometrede gitmesi. 6 gez kadar müşinçilik ya Kabe'ye tava. Bundan asıl Kabe kadar bina kılması lazımdı. Bunda bina kılması lazımdı. Yani yaşayanmak falan. Ama yerde 2 kilometre kadar bir şey namaz okusa, Kabe'nin için namaz okulandık oldu. Bir yerde namaz okusa, Kabe'nin için namaz okulandık. فَلَوْ دَخَلَ فِيهَا فِي طَوَافِهِ لَمْ يُزِّهِ لِأَنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ. Dağın ki, 2 kilometre arlık Kabe'yi tava boğaçqa, fakatamını kesiplan ötep gitip qalsa, iki taraftaki eğizden kesip ötep gitip qalsa, fakatamının sırtıda aylanmay, içidilen aylanıp qalsa, tavaf hesap olmaydı. Qala sallallahu aleyhi ve sellem al-hatimu minel beyt bana. Aşu çekilip ketken fakatam sanılgan aşu joy kichik o'yildagi Kabe'den degan. Fayu'idu tawaf. Şunlar bir qatam ashunda kesib ketgan bo'lsa, sirtda aylanmay bir tawaf kam bo'lgan bo'ldi. 7 qatam hammasi ashunda qisqartib aylangan bo'lsa, 7 tawaf bekor degan. U o'rniga qayt qilish lozim. Bunda icma var ulamaning. İcma. Yani bu ise bulmadı deydi ama. İcma var. فَاِنْ اَعَادَهُ عَلَى الْحَتِيمِ وَحْدَهُ اَجْزَاهُ. Hem de bir
qatımlıq aylanish yoki 7 aylanish hammasi hisob-kitobda tutuqqa necha qatim shunday qilgan bo'lsa, jumhur ulamolar hisob-kitobdan qaytadan qilsangiz, qaytadan boshdan unda aylangan. Masalan, bir qatimda shunda kesib o'tib ketgan bo'lsa, bir qatim boshdan oyoq bir aylanib o'tadi. 7 qatimda orliqdan kirib tavob qilgan bo'lsa, 7 qatim aylandi. Yani bir mazhabda boshdan oyoq aylanmay, bir qatim orliqdan kirib tavob qilgan bo'lsa, kabir butun aylanmay, o'sha orliqni bir shak ham qolgan qo'y, ismiyani taketgan. Yerdan aylanishdan oldin yerdan taketgan qo'y. Men hamma aylanmay, misha qadar bir qatim mansa atavobning kam qolgan yerini ado qilayotgan bo'ldi. Masalan, bir sajda unutilib qolgan shu sajdani qilyapsiz. Bir rekat to'liq o'qimsiman deganda. Kam yerini to'liq o'tirolmaysiz. 7 qatim aslında kam qilgan bo'lsa, 7 qatim shu arliqning 7 qatim menvasi bo'ldi. Ba'zi ulamolar 3 qatim mayanga, 4 qatim mayanga berib kasimi bo'ldi deganlar. Bu ta'kidlanishlik bir narsa. Eczahu gardini saqildi, hisobqildi li'annahu tamma tawafu. Chunki shuning bilan tavobi tamom bo'lgan bo'ldi. Agar ashunda orliqdan tavob qilgan kishi aslında Allah'tan tavaf qilib, keyin ondan yutib ketib bo'ldi. Yutib ketib bo'lgandan keyin o'tirib kitob o'qib ya boshqalarni menda sizda aylanib tavaf hisob bo'lmaydi, voy men shu yerdan aylanib turgansizmi deb qolsa, o'sha tavaf hisob bo'lmaydi desak bir qo'ygan. Bu anda ko'pincha shu vojib tavafda deyish kerak. Shunday tavaf qilmay, vojib tavafda deyish kerak. Wal awla an yu'idahu 'ala al-bayt aydan ليوديه على الوجه الأحسن والأكمل. Yani şu anlam arlıkta menkoyslam kemiyanlam mansa buldu demey. O buldu, lakin evzil qaysa ise to'liq bir aylansa şu yaxshi. Mükemmel bırakıldı. Ve yakhruja bihi min khilaf ba'd al-fuqaha. Bazı alimlarninki yanlam arlıqdan qatnab qo'yish bo'lmay to'liq aylansa lazım degan boshqa qarashlar bo'lg'achqa biz Aşılarının nazarında doğru buldu, dildiğin şekilde mükemmel kılış için to'liq aylansa yaxshi deymiz. Yani bazı fuqahalar bu cumhur. Yani bir mezheplar şu anlam menvasi buldu deydi. Cumhur ulamolar to'liq bir aylandi. Var ramal nima iborat? Hazul katifayni kattabaxtur. İki mo'rini lanishishda iborat. Daha ko'ranlab mangandek yani bu böyle tezlimanlarken da medidat istirgendek oldu. Ve sebebuhu izharul celad lil müşrikin. Bunun için şunda kılınmaz, sebebi neyse müşriklara Müslümanlardaki güç-kuvvetini göz koyuş. Haythu qalu an sahabati bular sahabe kiramlar Medine'ye hicret kılıp bu yer bir müddet yaşagandan keyin bu urush haltida ko'pincha ahvolda Madinadagi vabo kesili, ya'ni Madinadagi havosi andan kesal qilib qo'yilgan. Endi havo bo'lg'achqa, bu Madinada yashab kesal bo'lib, tini ajlab ketdi. Bu mag'lum yo'q bo'ldi. Shunda aran tavakkulatsanda deyishgandan keyin ham bu kirib qo'yibmiz. Bu ahvol qandaraqda nimaga chiqib muddaa tarafga. Burun suq g'azza deb batdi muddaa tarafga. Merve'nin üst tarafı. Yani bu tarafta daha tavasa bir şey çıkıyor, ottağım bu. Dönüş ottağım. Müslümanlar yarında bir şey Müslümandan çağda bir şey kadar tez. Yani müşriklik Kürdigan tarafının ötken çağda Moskova'na çıkarıp kaç bunda mangal diken bu eskiden bunda callak kürmeden gel. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر من نفسه جلدا kişinin gösterdiğin kişi Allah rahmet kılsın diye. وزال السبب وبقي الحكم إلى يومنا. O sıra şu çağda kafirliğe şu kişinin gösterip koyuş şimdi kendi İslam devletleri kişilik gitti bu kafirliği yoklap yadın. Demek ki o sebep yoklap gitti. Lakin aşı hüküm şunda kaldı. Hem bizden tavaf kılışımız şeytan ateşimizden bir arpa turşanımız ne ibarette İbrahim Aleyhisselam'ın izlerine aynen kılıçlı ibarette o. Hem mamu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıra işlerine aynen kılıçlı ibaret. Bu sünnet olarak kap kaldı. Bihit tavaruf.
Yani Müslümanlar sahabe-i kiramlardan, Resulullardan, sahabe-i kiramlardan alğan şu sünnetni Xulafa Raşidunlar undan keyingi Müslümanlar hammasi qilib kelgan. Toki bugunga qadar shuni qilib kelyapti. Yani buningki Resulullardan shu chaqdan kimmi sabab yo'qolgandan keyin sunnat bo'lib qolishning dalili nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da kelgan vaqtida Hajjatul Vado Makka fatulab islom hokimiyati qilinib, yo mushrikdan birisini qolmay qazilib ketdi-ku. Shu chaqdami tavof qilgan chaqda ramal qilgan. Undan keyin bu sabab yo'qolib ketgan desakmi masalan sunnat qilib qolgan deymiz yoki bunda deyish mumkin. U yerda mushriklar yo'qolib ketgan bo'lsa-mu, masalan kamerada kofirlik ko'rib turdi-ku, musulmonning tavof qilgan ahvolini. Shunday ya bu yerda izhor quvva hozirmi bor endi. İzhar kuvve var. Mesela biraz şunda kameradımda Müslümanın tarafı kaydıysa kılıcım bakayım burada. Değil mi? Ayette diyor addu lahum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil khayli turhibuna bihi aduvallahi ve aduvakum ve akharina min dunihim. Ayetin ahirisine bakın. Akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Allah'ın düşmanlarına korktuğuna kuşun tayarlap ona dedi. Onun için la ta'lamunahum ve ahirine min dunya. Yani onun başlığın var. Siz Allah'ını bilmezler. O başlığı kimler? Mesela cilla buluşu mümkün. Mesela ağır şaraitte Mekke'de aslında kırıp duratkan cilla badep kalsın. Mesela kafir cilla. Ya ki bundan keyin kildiğen amında jirahtan kameralardan Sünniye muradıdan körüp tutulgan kafirlar, düşmanlar desek mi buldu? Daha önce sebep yokup gitti dememiz, sebep hazır mı? Bazı şey bulan. Kâle ve selamul haceri evvelet tavafi ve âkhirahu sünne. Yani şu tavaf başlayan çağda ve her kıtımda ahırlaştırgan çağdım şu Hacer-i Esved'ki başlayan noktayı kilip tamamlaş şu sünnet. Ve ma beynahuma edebun. Bunun aralıkdaki işler edep münasebet işleri. Yani başkalarına kıstamay, azavamay, meneş, dua, zikir, tilavetini kılıp meneş, ramal kılışını belki şunda deyişi mümkün. Ramalını sünnet deyiş gerek. Bir mezhepte tavaf kılgan çağda taharet buluş lazım. Taharet bilen tavaf kılış lazım. Bu namaz boğuşur. Al-vudu şart diyende kurum var. ويستحب أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله. Yani ruknul yamani degan aşu Hacerul Esved'ke berishdan ilgiriki bujak shu. Shu rukni kelgan chaqda bu ruknul yamanini qo'li bilan tutadi lekin so'ymaydi deydi. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni so'ygan qo'li bilan tutgan. Bu bujak kelgan chaqda so'yganlik uchun biz so'ymaymiz. Hacerul Esved'ni so'yganlik uchun so'yamiz. Va Muhammadin rahimahulloh annahu sunna. Muhammad rahmatullohi alayhi ruknul yamanini silash hüküm sünnet. Yani bir mezhebin karşıda müstahap bulduğu İmam Muhammed sünnet dedi. Ve yana söylesi bulduğu da vardı. Fark şu. Çünkü İbn Ömer radıyallahu anh dedi. Lem eran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemessu minel erkani illel yemaniyeyn. Hacerul Esved bar rüknülen rüknül yamaninin Yemen tarafı olacak. Yemen tarafı iş bulacak demek ki. Yani İbn Abbas radıyallahu anh ennehu kâne yukabbilu rüknel yemani. İmam Bukhari tarihinde rivayet kılgan. İbn Abbas radıyallahu anh'a söyleyen şu rüknül yamanini mi? ولا يقبل بقية الأركان. Bunun başka o rüknül Iraki, rüknül Şamil'ine söylemeydi. İnnehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne yeslemül hacera ve rüknül yemaniye la gayr. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül Esved'ini tuttu ve rüknül yamanini tuttu dedi. Silaktı. La gayr. ويستحب أن يقول إذا بلغ الركن العراقي ركن العراقي كي وقتدا يعني دروازن أتا يعني بربوجك كي وقتدا مهندا لسه مستحب اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق حتى من أدل كلاب نونو أدل كأجن شردا عند الميزاب اللهم اسقني بكأس محمد شربة لا أظمأ بعدها ديدون وعند الركن الشامي شام ركن باغن وقتدا اللهم اجعله حجا مبرورا يعني حجا مبرور يعني
sap, halis seç, anda riya ve günah maset atlaşmadan sap hec kıygan ve sa'yen meşkura ve muşu tirişçallıqımni, çıqağın küşlerimni, ibadet faaliyetlerimni makbul kıygan ve meşkur değil. Ve demben mağfura, günahlarını mağfiret kılvetken ve ticareten lem tebur ve kasat bulmaydıgan ticaret kıppagen. Yani şu hac faaliyetlerimni kasatlaşmaydıgan, ziyan tatmaydıgan faydalı bir ticarette kıppagen. Bir rahmetike ya aziz ya gafur. Ve inde rüknül yemaniyen. Rüknül yemaniyen kâgen çağda Allahümme inni a'udhu bike min azabil qabr ve fitnetul mahya vel memat deydun. Rüknül yemaniyen olan Hacer-ül Esved'nin arlıqda Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar deydun. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etûbü ileyk.